Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun yurtimiz bo'ylab barcha qadimiy obidalarni o'rganish maqsadida ko'hna manzillardan taralgan yog'du nomli videoroliklar tanlovi e'lon qilindi. Bizning Koson tuman axborot kutubxona markazi tomonidan tumanimizning muqaddas qadamjolaridan biri Hazrati Husam Shayx ota ziyoratgohi haqida so'z yuritmoqchimiz. Qani ketdik. Hurmatli kitobxonlar, hozir biz Hazrati Husam Shayx ota ziyoratgohining kirish qismidamiz. Hikmatshunos shoir, ulug' mutasavvif Muhammad al-Mazkur Hoji Atoyi o'g'li Husayn Shayx milodiy 1198-yilda Qozog'istonning Yatti, hozirgi Turkiston shahrida dunyoga kelgan. Husayn Shayx oilada to'rtinchi farzand bo'lib, 2 nafar ukasi Ishoq Muhammad hamda Mansur Muhammadlarni yetaklab, o'sha zamon talablariga ko'ra olis yurtlarda 20 yil ta'lim olib, yurtlariga qaytayotganda Mo'g'ul bosqinchilarining qaqshatqich jang zarbalariga duch keladilar. O'rtabuloq cho'llarida, hozirgi Mirishkor tumanida jangda Ishoq Muhammad hamda Balxiqchi ukasi Mansur Muhammadlar qahramonlarcha halok bo'ladi. Har ikki ukasidan judo bo'lgan Hazrat Husayn Shayx ukalarini Buyuk Ipak yo'lida joylashgan Xudina qishlog'iga dafn qilib, bu joyni abadiy maskan qiladilar va hadisshunoslik maktabida o'z faoliyatini boshlaydilar. Bu davrda mahalliy xalq ham Husayn Shayx tarixini eshitib, unga g'oyibona e'tiqod qo'ygan edilar. Shu sababdan joyli xalq Husayn Shayx va unga ergashib kelgan sheriklariga katta ehtirom bilan kutib oldilar. Bu yerdagi ma'naviy muhit Shayx hazratlariga yoqib qolgan umrlarini shu yerda o'tkazishni ma'qul ko'radilar. Manbalarda aytishlaricha, Shayx hazratlarining bemor va nogironlarga katta naf tekkan. Ayniqsa, oqarib qolgan, devona bemorlarni silab, shapatilab tuzatgan. Shu bilan birga u kishini karomat ko'rsatish qobiliyatlari ham bo'lgan. Manbalarda qayd etilishicha, Alisher Navoiyning Nasoimul Muhabbat asarida Husayn Shayx shayxlarning shayxi nomi sharafli unvoni bilan atalgan. Abdurahmon Jomiy esa o'zining Nafohatul Uns asarida Husayn Shayx Hazrat Hoji Ahmad Yassaviy sulolasi shayxlaridandir deyilgan. Said Amir Kulol hazratlari bir kuni Bahovuddin Naqshband hazratlariga endi siz hozirdan boshlab erkinsiz. Xoh turk, xoh fors, xoh tojik bo'lsin, o'zingizga haq yerni axtaring. Izlashda qusur qilmang deganlar uchun Husayn Shayx yonlariga borib 3 oy u kishidan ta'lim oldilar. Husayn Shayx Hoji Bahovuddin Naqshband hazratlarini sharaflantirib, mening 9 o'g'lim bor, 10-chisi sensan va hammasidan afzalsan deydi. Shayx Muhammad Bahovuddin Naqshband ustozlari Shayx Husam Shayx ota ta'limotlarini rivojlantirib, chuqurlashtirib, dil bayoru dast bakor g'oyasini xalq orasiga yoydilar. Umrlarining so'ngida Buxoro bozorlarining biriga kelib, oldi-berdi qilgach, bir do'konga o'tiradilar. O'g'illari va muridlarini huzurlariga chorladilar. Bizni ko'chadagi vaqtimiz keldi. Kalima-yi tavhidni birga yetaylik deb avval o'zlari aytdilar. Hammasi takrorlanadilar va o'sha yerda Allohga jon topshirdilar. Muhammad Husayn Shayx Atoyini Xudina qabristoniga olib kelib dafn qildilar. Manbalarga ko'ra, Muhammad Husayn Shayx Atoyi 1198-yilda tug'ilib, 140 yil umr ko'rib, 1338-yili vafot etganlar. Eng qizig'i, Husayn Shayx ota kamgap, o'zlarini hech qachon xalqdan yuqori qo'ymaganlar. Abdurahmon Jomiy aytganlaridek, mag'rurlanish, molparastlik, mansabparastlikdan xoli bo'lib, qalblarini pok tutib, teran fikrlab, halol luqma bilan kun kechirganlar. Tamadan hazar qilganlar. Shu sababdan ham ul zot butun islom olamida dovruq qozonib, tasavvuf ta'limoti jonkuyarlardan biri sifatida mashhur bo'ldilar. Husayn Shayx ota ziyoratgohining bir qismida hazratning avlodlari dafn etilgan.
Rivoyat qilishlaricha, maqbaraning bir qismida hurqizlar qabri ham joy olgan.